Oshxonam uchun berilgan noodatiy sovg'alarni ochamiz. Bu sovg'a sinimdan va Xitoydan. Choyxo'rlarni jon dili. Chiroyli-a? Menga eng yoqqani. Hali kechki payt erginam bilan choyxo'rlik qilamiz. Oshxonam uchun keyingi noodatiy sovg'alarni O'rik gulini Eko festivalida buni nimaligini bilmaydiganlar bizada ko'p. Hozir tushuntirib beraman. Bu salfetkalarga nonni o'rab qo'ysanglar, ancha vaqt svejiy bo'lib turadi. Eng g'ashimni keltiradigan narsa ham oshxonada stolda non paketda turishi. Ayniqsa bunga zelenlarni o'rab qo'yinglar. Bir haftalab, 1,5 haftalab yangidek bo'lib turadi. Bu salfetkalar nimadan qilinadi? Bular organik, toza mahsulot, tabiiy, sostavida hech qanaqa ximikat yo'q. Bular ko'p martali yuvib, menimcha yarim yilgacha ishlatishingiz mumkin. Qayerdan olganimni отметка qilib qo'ydim. Olinglar odamlar, uyinglarni musorga, paketga to'ldirmanglar. To'g'risi hamda xolodilnikni bitta ochsanglar, hamma narsa paket bo'ladi. Ko'pchilik bunga ahamiyat ham bermaydi. Menga tarkibi toza, umuman ximikatlar aralashtirilmagan mana shunaqa sovunam sovg'a qilish. Voy, hidi shunaqa zo'r, organik yog'lar qo'shilgan. Profilni pastda отметка qilib qo'yaman va ishlatib ko'raman. Hozir sizlarga yana bitta eng yaxshi ko'rgan brendim haqida gapirib beraman. Ayollar, ayniqsa sizlar yaxshilab eshitinglar. Bu do'konning narsalari tarkibida umuman ximikat yo'q. Buni o'zimning dugonam oydan Dubaydan olib kiradi. Mana shu parashok salfetkalari. Voy, hidini shunaqa yaxshi ko'raman, mastman buni hidiga. Bu salfetkani olasiz, barabaringa tashlaysiz, bo'ldi, o'zi erib ketadi. Tarkibi toza, bolalar uchun ideal, allergiyasi borlar uchun ideal narsa. Anu qozonni tagini shilib yoradigan simchotkalaringlar bor-ku, tashlab yuboringlar, mana shuni olinglar. Umuman ulgur simchotkani orasida ovqatlar yig'ilib, bakteriya yig'ilib yotadi. Men bu oshxona uchun sasib qolmaydigan latta ham ideal ekan. Men buni ishlatib ko'rdim o'zim. Buni fishkasi tez quriydi, o'shani hisobiga sasib qolmaydi. Bu ham tabiatdan olingan sellyuloza tolasidan qilinadi. Eng asosiysi, buni tashlaganingizdan keyin ekologiyaga zarar yetmaydi, chunki tez chiriydi. Keyin oyda menga mana bunaqa narsa bergan. Bu brend umuman plastikka qarshi. Ichiga tabletkani sovurasizlar, suv solib, hamma yuzalaga sepib bemalol ishlataverasizlar. Universal. Ayniqsa mebellarning ustini tozalashga zo'r. Bo'ldi, bozor tugadi. Отметка qilgan do'konlarimga kirib, hamma tarkibi toza mahsulotlarni oling. Supermarketdan olingan tarkibi to'la ximoz bo'lgan sredstvalarni uyingizga kirishiga yo'l qo'ymanglar. Sog'lig'inglarni asranglar. Hozir ko'rsatgan narsalarimni hammasini kimgadir sovg'a qilishingiz ham mumkin. Sizlarga kimdir shu narsalarni sovg'a qilsa, xursand bo'lmaysizlarmi? Aytgancha, bu brendlar hammasi Mutabarra Yashil uyum nomli eko festivalida har oy qatnashishadi. Borib, o'zingizlar tanlab, qo'lingizlar bilan ushlab olishingiz mumkin. Shu hafta shanba kuni eko festivalga o'tinglar. Men ham shu yerda bo'laman.